Do'stlar, mana bugun 26-may. Havo avzoyi ertalabda yaxshi edi. Mana hozirga kelib shamol bo'lib, mana ko'chada shamol. Srazu havo yomon buzilganiga arilar tezda uyga qaytishyapti. Bunaqasini birinchi ko'rishim. Uydan chiqqan ari yo'q, hammasi qaytib kelyapti mana. Katta ehtimol bilan hozir tez orada yomg'ir quyib yuboradi. Momaqaldiroq boshlandi uje Toshkentda. Ha, qaranglar, hamma ari massoviy uyga qaytyapti. Qaytishini qaranglar bilan. Tez kirib ketishyapti uyga. Bular sinoptik bo'ladi shekilli, ob-havoni yomg'ir yog'ishini sezganmi? Qaytib kelib bir-biriga yo'l bermasdan kirib ketishyapti, mana qaranglar. Hamma uylarda ahvol shu. Hammasi qaytishyapti. Ajoyib. Qaranglar. Birorta chiqqan ari yo'q, hammasi kirishdi, payida bo'lishyapti. Bular yomg'irda ham uchganni ko'rgandim. Lekin bugun qattiqroq jala quyadi shekilli. Shuning uchun hammasi uyga kirib ketish bilan ovora. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Yana shunaqa ajoyib videolarni tayyorlashda davom etamiz.